Asal Baltabayeva C1 darajasidagi nemis tili o'qituvchisi, lingvistika magistranti va xalqaro grant stipendiyalar sohibasiman. Men 7 yildan buyon nemis tili sohasida faoliyat yuritaman va ushbu yillar davomida o'z tajribamni boyitib, nafaqat o'zim, balki o'quvchilarimni ham muvaffaqiyatlarga erishishga yo'naltirganman. Yutuqlarim haqida qisqacha to'xtaladigan bo'lsam, 2018-yil Germaniyaning Bremen shahrida o'tkazilgan Umweltmachtschule, ya'ni atrof muhitga doir bo'lgan loyihada qatnashib, bir hafta davomida Germaniya maktabida tahsil olganman. Undan tashqari, 2022-yili Toshkent shahrida o'tkazilgan Goethe instituti tomonidan tashkillashtirilgan Deutsch Lernen, ya'ni nemis tilini o'qitishni o'rgatish seminarida qatnashdim va nemis tili o'qitish borasida ko'plab metodikalarni o'rgandim. Mening eng muvaffaqiyatli yilim bu 2024-yil hisoblandi. Ya'ni men ushbu yilda ikkita turli xil bo'lgan xalqaro stipendiyalar sohibasiga aylandim. Ya'ni 2024-yil DAD Hochschulsommerkurs, ya'ni yozgi til kursiga ariza topshirib, 1 oylik Germaniyaning Yena shahridagi Friedrich Schiller universitetida tahsil oldim. Va undan tashqari 2024-yil sentyabrdan to 2025-yilning fevral oyiga qadar Erasmus Plus dasturi orqali, ya'ni almashinuv dasturi orqali men bir semestr magistratura bosqichida Germaniyaning Münster shahrida tahsil oldim. Va Germaniyada turiboq men sentyabr-oktyabr oyida o'tkazilgan Rossiya bilan O'zbekiston orasidagi xalqaro nemis tili o'qitish metodikasi bo'yicha olimpiadada faxrli ikkinchi o'rinni egalladim. Aslini olganda men 2017-2018-yillari nemis tili sohasiga kirib kelganman va ushbu yillardan boshlab to 2025-yilga qadar men til markazida ishlab, ko'plab o'quvchilarni xalqaro til sertifikatlariga egallashga va o'zimni xalqaro til sertifikatlariga egallashimga hissamni qo'sha olganman. 7 yillik tajribamdan kelib chiqib shuni ayta olamanki, davomiy harakat bu muvaffaqiyat kalitidir. Germaniyada yashab ko'rib keldimki, eng muhimi xato qilishdan qo'rqmaslik. Ko'pchilik o'quvchilarda xato qilsam ustimdan kulishadi degan fikrlar bo'ladi, ammo bu eng noto'g'risidir. Siz xato qilishdan qo'rqmang. Yuqorida keltirib o'tganimdek, men nemis tili bilan ko'plab muvaffaqiyatlarga erishdim. Siz ham nemis tili o'rgansangiz, nafaqat Germaniyada o'qish, balki o'z sohangizda ishlash imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Men bilan nemis tilini o'rganing, shunda til siz uchun cheklov emas, aksincha imkoniyat bo'ladi.